Mana qadrdonlar qaranglar. Lo'y-lo'mbas qilgan ota-bobolarimizda mana shunday narsalar moda bo'lgan. Ya'ni tomlarga lo'y-lo'mbas bosganni hisobiga mana qaranglar, sichqon kalamishlar uy qilib yuboribdi. Ilonlar ham bor ekan do'stlar. Mana shunday holatga tushishni xohlamasalaring, sizlar mana bunday pena betondan qildiringlar. Qaranglar akalar, bu nimasi zo'r desalaring, bu beton bo'lib qolib ketadi. O'z nomi bilan pena beton bo'ladi. Uyda egasi masalan vassa holatida tomini topshiradigan bo'lsa, o'zlarini mana bunday izospal materiali bo'lar ekan, shunda yozib turib, ustidan pena betonni quyib yuborar ekan. Havoni zo'r o'tkazib berar ekan, yog'ochlarni chirib ketmaydi ekan. Lo'y-lo'mbasdan 3 barobar yengil bo'lar ekan. Uydagi shu svetini, yotog'ini, ozuqatini qilib bersa bo'ldi ekan. Zo'rlab quyib beradi. Bir kunda 200 kvadratgacha quyib berar ekan. Qalinliklari 7 sm-gacha bo'lar ekan, 5 dan 7 sm-gacha. Narxi vodiyning ichiga 45 ming so'mdan amal qilar ekan. Vodiydan uzoqlarga narx sal-pal qo'shilib qoladi, ya'ni yo'lkalarning hisobiga. Kimgadir qiziq bo'lsa, mana shundan bostirib olinglar. Sichqon kalamishlar kemira olmaydi. Hatto chichini ham sindirib oladi do'stlar. Endi mana bunday lo'y-lo'mbazlar davri o'tdi. Bundan bostirib oladigan bo'lsangiz, hammasidan qutulasiz. Eng asosiy garantiyalari bor. Ekran tagida telefon nomerlari bo'ladi. Bog'lana olasizlar.